tar ko'chilarsiz cho'ng ko'chilar bo'lmaydi. Qadrlik inimiz san'atga talpingan o'tliq yuragi bilan bizga tar ko'cha degan naqsini ilib, eli diyordan yetib keldi. U kimni ustoz tutmoqchidir? Nima orzular bordi? Ben san'at jihatdan boshqa coğrafya bilimlariga qiziqaman. Eng yaxshi ko'radigan san'at jihatda milliy uslub bilan muqomni, milliy uslub naqshini o'zimni bek yaxshi ko'raman. Mening o'rgangan oliy maktab o'rgangan kasbim muqom o'rindash kasbi. Ben bu qatam 16 kişilik kirişnimi bekmi işaç qilib ketmadim. Çünkü mening ishonch bilan bo'lgan ishonchim bek so'z, ishbirim ishlash qilolmayman. Haqlarni ota-onamning bu qatam musobaqamni uydagilarimning va ota-onamning qo'llab-quvvatlash ostida bu qatam musobaqa qatnashdim. Men eng chong orzuyim 16 kişilik mayır qatoriga kirishim emas. Bu qatam ikkinchi bosqichni tanlab qolsam, uchinchi bosqichda anam uchun shaklda chiqib bir naqsh etib mening eng chong orzuyim. Bu fursatda onamning salomatligining tezroq asliga kelsin. Kim qadrlaydi? Günümde her kaçar Telmürü koymayı karayla kar koşar Kimseni tardaydı koynum bir cahan Reyhan koray sen tartacak Kimsini kadeydi koynam ver cahan Çiçek Reyhan koray sen tartacak
sileriz ey kalbimdeki ulan tar koça Meyli Paris meyli İstanbul demek sileriz ey kalbimdeki ulan tar koça Canım sen tar koça Meni üstüge anam sen tar koça Şuncha berna kız yigitga pası var Bir güzel dilber makam sen tar koça Şuncha berna kız yigitga pası var güzel ey Dilber makam sen tar koça Dilber makam sen tar koça Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Inim o'zingni tanishtirib qo'y bizga. Assalomu alaykum, hurmatli efendimlar, xonimlar. Mening ismim Nig'mat. Men O'g'ilji Jiliz yarına geldim. Ben Jiliz naisining Mollatoq yezisining madaniyat ishxonasida madaniyat xizmatida shug'ullanaman. Yezi xizmati. Yezi xizmati. Asas qatlamda. Asas qatlamda. Japa chekdan japa chek. Rahmat, rahmat. Allah'sı inim bu da şu musabık katmıştaki maksadımız ona deyimkin şu burundan şu nakşı müzikiga boğan o'zingizning tushunchisi qiziqishi jihatdagi bir fikrlaringizni berib baksanız Allah bakın. Rahmat. Men kichigimdan naqsh aytatdim. Opam mening tunji ustozim. Opam iqtidorli talantli naqshchi edi. Apanız geldi mi? Opam kelamadi, ham kelamaydi. Opam peshqadam o'qituvchi bo'lib qolmasdan yaxshi bir naqshchi. 4 yilning oldida qon besim sababidan menga qon tushib, gap qilolmaydi, ham mang'amaydi, ham buyog'iga kelamaydi. Mumkin bo'lsa, cho'qim keladi. Benim şu sekindeki altını bir görüşke arzu kılardı. Çoğun sekinlerde bir nakşi tölüşünü alpamdan arzu kılardı. Ilim o şu Jipek yolu sadası, kuş avazlarını tanlaş musabıqısı bu küçük sahne emas. Bu Şinjan boyunca çoğun sahnelerinin biri. Şu nakşınız arkalık gerçi kilenmegen bolsa bu televizorda kan taqalgandan keyin apamız sizga ügetkenlerden çoxum razı buldu. Apamızınki salametligiga hammaylar nusret tilaymiz. Çoxum salamimizni yo'llab qo'ying. Sizga endi biz hammamiz bilamiz, eli diyarda naqshchilarni aytib ko'p chiqadi. Yaxshi naqshchilarni aytib ko'p, san'at taraqqiy qilgan jut. Biz Uyg'urlar hammamiz san'at xumor xalq, lekin shuni ichida yana ilida sozchi, naqshchi biraz ko'proq chiqadigan jut. Chiroyli naqsh aytadigan sizga o'xshash yigitlarni aytib ko'p. Shuni ichida yana biz menga ayon bo'lishdi Jeliz naisi naydi gavdilik bir o'rin. Shundaqmiki naqshchilar ko'p chiqadigan ya. Siz orqali, sizning naqshingiz orqali, hozirgi sahnadagi shu turqingiz orqali sizga naqsha ilmini birinchi bo'lib o'rgatgan opangizga, ya'ni uyda qolgan tuqqanlaringizga, sizni qo'llayotgan ayolingizga yurak so'zingiz bo'lsa davosingiz. Rahmat. Men oldi bilan meni qo'llab-quvvatlagan ota-onamga va urug' tuqqan ayolimga va shundaqla shu noylik naqsul umidiki peshqadam ustozlarimizdan marhum Mamtimin Kerim efendim, mening ustozim Mamtimin Kerim, Saidullam, Nurahmat va Dolqun, Asqar qatorliq ustozlarimga va shunda yana shu fursatda ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman. Rahmat.
Shu munosabatda mush to'ychining yoqi onamni undan bek qarayotgan. Biz 6 o'g'il, birmi qiz yo'q. Opamning yo hadisi tugab ketganingizmi yo'qdiki. Biz mush 6 o'g'ilni bek qata qo'shgan shu ota-onamga ko'pdan ko'p rahmat aytaman va shundaqla onam undan qarayotgan dadamga ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman. Atımızın selamet olsun. Menimcha har bir mushu sahnaga qadam bosgan yigit qizlarimizda ashunda bir yaxshi ideya bo'lish kerak. U bo'lsa eng yaxshi mukofotni elish emas, o'zining orzusini amalga oshirish. Chin dilidan yaxshi ko'rib kelayotgan mush kasbda o'ziningki qalbidan chiqayotgan bir sadoni bizga berish, bizga anglatish. Mushu maqsad bo'lganda balkim ishlari to'g'ri bo'lib qilish mumkin deb o'ylayman. Bo'pti unda bo'lsa, yaxshi tilaklardan keyin Erkin apandim bir o'z bahosini deb baqsa, uning keyindan davomlashtirsak. Xo'sh, unda olsa biz Odulla temining muhim yeriga keldi. Sizningki eng oxirgi tanlashingiz. Abdullah Abdurim efendim neme özlem ustazsa. Tamamen mümkün. Sizni de tebriklaymiz ha. Mübarek olsun. Şu güzel Ey buzuluqum, ketib qaldingiz ha. Nig'mat Abduqodir talantli naqshchimiz Abdulla Abdurim afandining moyilligiga erishdi. Uning biz emas, ko'pchilikning qoyilligiga erishishini umid qilamiz. Qadimda Kusanning nag'malari mamlakat ichki sirtida dong qozongan bo'lsa, mana bugun Kucha diyoridan Hanzo qizi Joyingning bizga sovg'at etgandi. Uning ovozidan biz huzurlanaylik. 我喜欢的音乐风格有很多种，比如说王菲的那种风格流行的唱法，然后还有像阿黛尔啊、碧昂斯啊，还有诺拉琼斯他们的爵士风格，我都非常的喜欢。我平时呢比较喜欢睡觉、看电影，然后吃好吃的，跟朋友聚会、逛街，然后我还比较喜欢打台球。好像打台球在大家看来是一个男生比较喜欢的一个运动，但是我本人非常喜欢。我非常非常的喜欢新疆，我爱新疆，我也爱我的家乡库车，我也想成为我们新疆的骄傲，所以我对自己非常有信心，我相信我一定可以晋级。Bir gap bor, bir gap.
介绍一下你自己。 Assalamualaikum， 老师好，现场的朋友们，大家下午好。我是赵莹莹，非常开心带来这首歌，感谢3位老师转身，谢谢谢谢。不好意思，我怎么感觉少一段吗？没结束有。这块儿，没有这个编曲就是这样的，是吧？对对对对对。我以为还有一个副歌。 没有。我想听完这个副歌再转，结果结束了。没有没有，所以他没转。其实很可惜，很可惜。对对对，那个啥，其实我本来是因为4位老师，我都有是咱们新疆的著名的歌手，因为我都有认识大家，但是呢，可能我之前想选艾尔肯老师。很抱歉，很抱歉。不过，很抱歉。我相信，不好意思，没事没事。我相信我跟着我其他3位老师也同样可以能够学到很多很多东西。谢谢。是。希望如此，希望如此。那么接下来，介绍一下你自己。我一直就是我上学学的是新闻学，然后之后呢，就是自己就开始唱歌了。我家是库车的，然后车到这里，对，库车，然后一个人在这里，然后对音乐是非常的执着，一直希望能在这条路上有一个很好的发展，希望有更大的舞台来展示自己，然后学到更多的东西，希望我自己的歌声能治愈更多的人的心灵，这样子。好。这你还是那句话，我很可惜，因为你的这个演唱，包括这个控制情绪，呼吸各方面把握得非常好，就是差那么一段反复。这个还好，这个还有3位老师转身了。你自己说你今天的状态是怎么样？我今天的状态，今天发挥的还可以，但是我自己本身我今天有点感冒，可能不太舒服。是吗？我感觉到你嗓音，我总觉得就是不是特别舒服，有一点的问题。但是亮音儿，我还是专了啊。谢谢老师，谢谢老师。那么选吧。我4位老师我都非常喜欢。那当然。如果艾尔肯老师刚才转的话，我就是选你了。很抱歉。不过3位老师我也同样非常这三位老师，您可能对阿卜杜拉大哥比较熟悉。因为马哈穆提哥呢，他是很少唱那个别的语言的歌曲，您有可能不太熟悉。但是我艾尔肯就从小听他们的歌长大的所以是他们是我的老师。那么你的选择是？我想选择诺儿姐。好。非常感谢，谢谢，非常感谢。祝贺。好来。很抱歉。鼓励啊！很抱歉。谢谢你来到我们这个我们新疆版的好声音思路。谢谢。乔尔。Ana, biz baştan deb o'tgan. San'atning davlat millat chegarasi yo'q. Zhou Yingyingning jur'atiga barakallah. Uningga utuqlar tilaymiz. Bu yigitning ismi Arafat Turg'an. Uning ovozini anglasangiz, cho'qim hayron qolasiz. Qinamsa, bu yigitning o'zgacha to'van ovozidan huzurlanaydi. Özümün kızıkışım erler töven avazda güzel avaz bilen ambap avazını birleştirip nakş yetiş. Onun güzel arzuyum olsa kelgüslemiş, çetel taraflara çıkıp erler töven avazda opera nakşılarda terakki kılış. Bayam etkandek talınış mühim emez, tavlanış mühim.
Şuna eğer kendi kayısı efendim ya hanım man qarab o'rlib qolsa, men shu efendim hanım tanlayman. Ahırda barcha musafir qatnashgan mayorlar deydiganim itiraf qilinish, iztirobli qiynalishdan qutulishning yo'li. Shunga barliq mayorlarning o'z adoyligini yaxshi namoyon qilib, o'z kasbi qoldirishini tilaklayman. Tursa tiniş koymay hicran gavgası kılgar karanlık tursa tiniş koymay hicran gavgası karanlık tursa yaşlıkta azmıgan kim var yaşlık digen tamam ben teklik yaşlık digen tamam ben teklik nasihatke gülmeydi çünkü yaş gönlünün sersi çekti nasihatke gülmeydi çünkü yaş gönlünün sersi çekti Şeytanım ilip kaçar meni her yanga Mucular zülfün halkımda heyratta Hayt geldim buraya aslimgi sudan Aylangım yok izip veyrandı sersanla ey Ey kalri tügümez narsa Kündü ben vaşlıyım Tenhalıknıyım Azaplı yerga Girelmeydu Esli berdaşlı Tenhalıknıyım Azaplı yerga Girelmeydu Esla berdaşlı
adalliqin Daştin başliq Qardı qaldi Urulmay açliq Qardı qaldi Urulmay açliq Bizden rəngib Yürmən atlar Silərdimi Bolğan o yaşlıq Bizden rəngib Yürmən anlar Silərdimi Bolğan o yaşlıq Silərdimi Bolğan o yaşlıq Hayacanlanıp kettiniz ha? Siz özünüzni azırak bir söyleyip tanıştırın özünüzni. Assalamu alaikum muhterem efendim hanımlar. Naq meydandaki şundaqla televizor aldidiki tomoshabin do'stlar. Kamin Arafat turg'undan hammanglarga salom. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam ha. Bu yıl 25 yaş kirdim özüm Ürümçi Halk Radyo Stansiyasida diktor. Ey Abdullah efendim, maqaran, ayallar mı hemen gap alay ya. Men Abdullah akamga tomoshabinlar biladi, o'rling, canım aka deb shunchalik yoldirib ketdim. Abdullah Abdurahim efendimga nima ish qildi desangiz mushta ovoz izlayotgan. Ammo ishkilinib qolishidagi birdan bir sabab sizga bu kuy ozroq yana tuvan bo'lib qolibdi. Müzik tuvan bo'lib qolibdi. Ya'ni 2 gradus yo'q degandimi 1 gradus yuqori bo'lgan bo'lsa siz shunchalik yaxshi aytadingiz, lekin ovozingiz boshdan oxir qiyg'ili holatda tuvanga tushmadi. Eng oxirgi birinchi misra bilan eng oxirgining tuggan qismi biligi tushmay qoldi, so'zi aniqlam tushmay qoldi. Men bek yoldirib ketdim, o'rilib, lekin izlab shirgan ashunda tom ovoz izlasam bo'ladi. Birodarlar, ma gapning ochig'ini aytsam, mushu yangratqini qo'sqingizga solib olgandek ashunda chiqdi ovozingiz. Men bek hayajonlandim. Qiyib ketdingiz, bek cho'ng qaydingiz qayg'andimi? Asli bunun qat'iy tanlashga bo'lmaydigan holatda. Ammo ovozingiz bek xoslikqa ega shuning uchun. Durust. Şu egizga chiqmoq nisbatan oson. Ama tövenge tushmak tez. Ben de siz gap qilishning oldida biz o'rilgandan siz assalomu alaykum deb o'zingizning ovozini anglashning oldida men bir bu mayr maxsus musobaqa uchun Abdullah akam bu bom ovozini lozimligini bilib qilib sal qasdanga bom ovoz hamda ayliqi kuydan sal ishib ketibdi-ku. Nimasi? Deb o'ylab qopdimi o'zimcha. O'zimcha. Amaliyotda bo'libmi diplomatiya yeri kelgan chog'da o'tirishga men his qildim. Asli ovoz ekanda, shunda to'van ekan deb. Ovozingiz haqiqatan o'zgacha ekan. Afsus men o'rlanmay qoldim. Rahmat. Bom avazdan bomi. Naydi kamışıraydı. Doğru. Bayan ettik anamız bilimiz. Gerek yok. Lekin şu nakşa sel tüzerek nakşını tanlagan bolsanız bekme yakşı olap ketiti. Yine hem Abdullah işte
ustozunuz o'rildi demişler. Bu ovoz lozim edi dedi. Abdulla ustozunuz tarbiyalasa takımı yaxshi olib ketgisi. Rahmat, rahmat. Şu Abdullah akam benim bir teklifim. Bom ovoz bilan bir bombada o'qitib baqasizmi ki? Başka naqshlarni aytasiz obkam, ha? Bir kublet o'zingizga tushadigan. Mayli zamonaviy bo'lsin-mi, taxi yaxshi, milliy bo'lsa taxi yaxshi ish qilib bir kublet naqsh aytib bering. Hayır oğur kakar içir gitçin nağır gitçin dinle bir oğura bullun dinle kultun ilçin ilçin dinle egeli bolu bolun dinle oğul gallu gallun dinle hazara savasın osi bomba. Xumay o'qishni tuqqansiz. Xumay. Mo'g'ullarniki Xumay. Ashtal shu. Qanday yoqma? Ashni bir o'rlab bera olamsiz? Bo'ldi, yetdi. Nafas yaxshi. Biz boshqa naqshni aytimiz jimo'chmi? Bo'ldi. Bo'ldi. Naqshingizga rahmat. Muzikami ma ovozni oldi uruq kelib qoldi ekan. Uruq kelib qoldi. Nefis yalan kelib qoldi. Qani muborak bo'lsin. Rahmat. Ovozingiz o'zgargan, muborak bo'lsin. Sizni tabriklayman. Rahmat. Alqışlar. Bunda vallahi yaqilishmadan qo'rqib turgan. Sizni tabriklayman azam. Rahmat. Hristiyanlık özgüç xaslıkını tanlaydı. Biz muşundaq avazlarga, kuylarga muhtaç. Abdullah Abdurim Efendi'nin yetaklisida bu yigit yeni natijalarni yaratdi. Azizani Qashqarda tug'ilib o'sgan, amdil yoshlik bo'lsa qadam qo'ygan bu qizimizning jur'ati va tirishchanligiga qiziqamsiz? Aql yoshda emas. Qani, Gulnigar Abdukerimning kuylariga quloq solaylik. Mening hozir o'qiyotgan kasbim bo'lsa, Shinjan bolalar pedagogik universitetida yasli ma'rifat o'qiyapman. Mening odatda yaxshi ko'rgan ishlarim bo'lsa, rasm chizish, fotografik qilish, naqshlarni aytish, muzikalarni anglash degandek. Ortiqchiligim bo'lsa, usul o'ynash, naqsh aytish, rasm chizish. Mening muzikadagi ortiqchiligim bo'lsa, naqshlarni tez eslatib qo'yish. Yaxshi ko'rgan uslubdagi naqshlarim bo'lsa, rock muzikasi va Yevropa turidagi naqshlarni aytishni yaxshi ko'raman. O'zimga bo'lgan orzu va ishonchimni yig'ib, ota-onamga uy berish mana bu mening eng chong orzuyim. O'zimning naqshisiga va muallimlarning meni qo'llaydiganligiga ishonchim bor. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bearing me half of the finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and all I should bear. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bearing me half of the scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we hold no sad is all. The scars of your lips to leave me breathless. I can't help feeling we could have done it all.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kichik qizim kim bu? O'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz. Yaxshimisizlar? Mening ismim Gulnigar Abdukerim. Yurtim Qashqardan, men Urumchidan keldim. Bu yil 18 yosh kirdim. Sen qaramaysan. Mayli. İşte. Şinjan Balla Pedagogika Üniversitesida o'qiyman. Qashqardan Urumchidan keldingiz. Qashqardan kelsa Urumchida o'qiyotdi. Demakchi. Turayotgan yerim Urumchida, ota-onam bilan turaman. Siz nima uchun mikrofonni bakshiraq tutib aytsiz? O'zingizning ovoz bak yuqori chiqdi deb qo'rqdingizmi yoki o'zingiz ashta odatlanib qolganmi? Yo'q, asli yaqin tutib o'qiydim, lekin mana yaqin kelgan siraliq ovoz bir xil quloqni og'irtirgandek chiqib ketgan, shuni pastga tutdim. Ha. Bek jiroq tutyapsizmi, quloqni og'ritdi. Lekin 18 yosh turib mushu naqshni tanlaganingizga aprin nayta chiroyli yaxshi o'qidingiz. Rahmat. Endi erkin efendim o'rilibdi siz uchun. Menmi siz uchun aylandim. Mushu naqshni tanlashdiki sabab nima? Arzu armanlaringizni birga deb qo'ygan bo'lsangiz. Bu naqshni tanlashining sabab mening ovoz tusimni yangroqroq ham aniq chiqarib beradi deb qarayman. Shunga mush naqshni o'qidim. Ben bir teklif berey kızım. Sizce? Bunundan keyin bu naqshningki tuvan yeri bor, yuqori yeri bor o. Onda o'zimizning oddiy til bilan deysak, tuvangi ovozni, tuvan ovozli qismini aytgan vaqtingizda mikrofonni sal yiqiroq tuting. Chunki u chaqda biz sizning ichidagi hissiyotingizni, tuvan ovozingizni anglashni xohlaymiz. Bu chaqda yiqiroq tutib olsangiz, naqshning bosh qismi aniq anglanmaydi. Mana bir sebep. İkincisi, odatda mikrofonni ishlatganda, hamda tajribalarimizga asoslanganda mikrofonni yomon yiroq tutib olsak, ovoz bak zil chiqib ketadi. Zil ovoz quloqni yeydi. Quloq chaqadi. Shunga mana keyin tajriba qilib olingda o'zingiz. Mikrofonni yaqin yiroq qilish mumkinchiligi bor qo'lingizda. Shunga ba'zida yiqiroq tuting, bo'sh, kuchmay aytgan yerlarni aniq anglating. Küçeydiği vaxtda azraq tatın. He? Siz şu bayatın mesela Şimal Amerika'da neçe yıl burun intayım modu olan bir nakşı ettiniz. Bizim Uygurca halk nakşları veya ki Amibop nakşlarını mı ettamsiz? Adile Sıdık'ın yar degen nakşısını. Erkin efendi, ben Adile Sıdık'ın naqshning bir kubletini aytib berishga taklif qilsak deyman. Anlayınız. Ah muabbaqlalıdır men, beyg'ingda bir danidir men. Eskisi yok. Ben kırmam. Derdinge dermanıdır men, çünkü mensiz sersanıdır sen. Ketkenimden gelgenim hop perva yürgendin. Ne gerek dep sorma sen beni söygendin. Yo yar, o yar. Qalgan gap o'zingiz qiling. Hoş. Singlim. Kızım desem bo'ldi ki. Sizning ovozingiz tek pishmabdi. Rost gapni desam, bog'la men sut burab turdim ishtabda. Sizda umid bor ekan. Rahmat. Sizda umid bor ekan. Men naqsh yetishni boshlaganimda 6 oy bo'ldi. Yaxshi. Demak, o'sha ingliz naqshini o'rganishni boshlab chiqansizda shu naqshini, ha? Kichik vaqtimda naqshlarni aytdim boshlang'ich vaqtlarida. Keyin to'liqsizlar chiqqanda undaq naqsh aytish fursati bo'lmagandan keyin aytmagan. 6 oy ekanligini his qildim. Qanday desangiz sizniki shu yuqori ovozni, yolg'on ovoz bilan o'zingizningki ovozni birlashtirish masalan, shu ovozdimi ozroq masala ko'rilyapti hozir sizda. Lekin naqshni qilib pishib o'rganganligingiz uchun ham chanmay mikrofonni nayt yiroq tutgan asosda bizga shunday bir
ta'sir beribsiz. Lekin sizni tabriklayman, yaxshi aytdingiz. Hozir endi tanlash sizda qoldi. Siz tanlang. Şu hazır sizge sizin yişinizga Muşa altınızga şu nakşı müzik hazır açıp kumga su singendeki sınırgalı vakti. Biz aşı mesela kayakka başlasak şu yakka mağalışınızga ben işini ben. Sizin nota demekçi Erkin akınız. Şuna kıskartıp İshak en ahırda tallaş nöbetsizlik geldi. Nurlisa xonim bilan Erkin apandining birini tanlaydigan bo'ldingiz. Buni uyga berib maslahatlashgan bo'lmaydimi? Endi ben ketgan tanida tanlasiz ya. Tanlang. Erkin Abdulla efendi tanlayman. Mübarek olsun kızıma. Biz Gülnigarga omed natija tilab uni uzatmoqdamiz. Erkin Abdulla akandining samimiy ko'ngil bo'lishi bilan bu umoq singlimiz yangi natijalarni yaratdi. Jipak yo'li sadosida o'z karomatini ko'rsatayotganlar bag'an siri ko'paymoqda. Xalqimizning san'at qizg'inligi shunchalik kuchli. Qarang, mana bu yigit Aqsu diyoridan keldi. İsmi Merdan Muhammed. U bizga qanday naqsh taqdim qiladi? Eng yaxshi ko'radigan ishim naqsh etish. Mening naqshi o'rlashdagi uslubim jaz uslubdagi naqsha, blues uslubdagi naqshlar, umumjatdan ommabop uslubdagi naqshlarni aytishni yaxshi ko'raman. Mening bu qatimki musobaqa qatnashishga sababim qandaqlardir bir zo'r natija, zo'r g'alabaga erishish emas. Musobaqa bo'lgankan cho'qim buningda o'tish, turish, yangish bo'ldim. Meni bu musobaqaga qatnashishga qo'llab kelayotgan oilaviy ota-onalarim, ini-singillarim, do'st, birodar, og'aylarimga mana shu munosabat bilan qisqagina bir o'zimning bir rahmatni bildirib olmoqchi.缠绵心事，有你笑容。
Assalomu alaykum. Aleykümselam. Qani o'zingni bir tanishtirib qo'ygan ekan. Mening ismim Mardam Muhammad, o'zim Aqsudan keldim. Bu yil 26 yosh, o'zim bir xalq o'qituvchisi. Naqshanga rahmat. Bu naqshni to'g'ri tanlabsa, musobaqaning naqshi dal shunday bo'lish kerak. Uningda tuvan tushalgidek o'zingni imkoniyati bor o'ringa tushalgidek o'rin bo'lish kerak. Chiqalgidek imkoniyatining barcha chiqishing kerak. Andin kuchlik, ojiz hissiyat bo'lish kerak. Bu taraflardan to'g'ri menimcha. Men sizlar uchun o'rtoqlik gap qilaveray. Oldingi bo'lakda bu cho'ng pauzdan burun biroz muqimsizlik bo'ldi. Bu hammamizda bo'layotdi. Agar yana ozroq g'ayrat qilayotgan bo'lsang, lekin menimcha bizning mohirlarimiz faqat tanlanish uchun kelmadi bu yerda. O'zining vujudidagi talantini elga bir ko'rsatgili keldi. To'g'rimi? To'g'ri. Men shuning uchun kelaqatimlik musobaqada asarni to'g'ri tanligining nayt yaxshi kelaqatimlik musobaqada texmo o'zini to'xtatib olib birinchi ovozni bo'ldi. Dastlabki birinchi misraning ovozini to'g'ri chiqarib olgan bolalar shuncha xotirjam bo'lyapti. Birinchi ovozdan azroq ketib qoliblar. Ash ko'ngliga ta'sir qilyapti-da. Xudo navbatga musobaqada kutaylik seni. Rahmat ukam. Rahmat ukam. İşenç bilen çıkandım. Lekin arımım yok. Baş sahniga chiqolmagan nurg'un bolalar bor. Men o'zimning do'st birodarbiri, ota-onamning, yurtdagi qarindoshlarning salimini aqasinglarga yetkazmam. Ko'pchilikka rahmat. Rahmat. Rahmat ukam. Qiziqishimiz ha? Hayat yolları Agir Tokay. Krishçanlık, ümit, işenç bosla Agir Tokay yollarda temtirmeyimiz. Merdan Muhammed bilen yeni yüz görüşünü arzu olayımız.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Erkin Abdullah. Siz o'zingizni oldindan bir tanishtirib o'tamsiz? Bo'ladi. Men o'zim Qashqardan keldim. İsmim Ferhatcan. Yaşım 16 yaş. Men yandagi ustozlaringizni tanishtirib o'tay. Mening sol tarafimda Abdullah Abdurim akamiz, yana bir tarafda Mahmud Sulayman akamiz, eng sol tarafda Nurnisa xonim o'tirdi. Biz intayin hayajonlandik o'qib naqshingizni anglab. Rahmat. Bu naqshini qancha uzun bo'ldi o'g'lim o'rganayotgani? Ögengine hali uzoq bo'ldi. Bu naqshni har faoliyatlar o'qib shu o'zimni go'shisida nurg'un alqishlarga erishib ketgan naqsh edi bu. Shunday yaxshi o'rlab qo'yadi. Sizniki men Nurnisa Abbas xonim bo'laman. Sizniki ovozingiz bek tatlıq, bek chiroyli ekan. Meni yig'iltib etdingiz. Men bek ta'sirlandim. Men birinchi bo'lib sizga o'rildim, sizga aylandim. Bu esingizda tursin. Yana birisi bu naqshini bek tatliq aytib etdingiz. Mushu o'tag'an barliq tomoshabinlarimizning hammasi o'rinlaridan o'rtirib ketdi. Sizga mush xabarini deb qo'yay. Sizni tabriklayman. Naqshning teksti olsun, ang olsun, shundoq yaxshi naqsha. Sen o'zing yoqtiramsan o'g'lim bu naqshni? O'zim bek yoqtirmagan kelib mush naqshga yana ovozim tushgachga shu mush naqshni tanladim demishadi. Nima uchun yoqtirib qolding? Bu naqshni ishni qilib mazmunimi bek yaxshi ekan. Qaysi tarafdan? Bu malqa bilim ishqida deydigimiz emasmi? Shuni kuylab o'qigan naqsh ekan. Bu naqshni kimning yozganligini bilamsiz o'g'lim? Bu naqshni teksti Nemishitning. Muzikasi Abdurimitning. Rahmat. Bundan so'ng Akkordlashtiruvchi Abdukarimjon Ismoil. Oğlum, benim ismim Abdullah Abdurim. Ben bu senin nakşandan tesirlenip orunduğunu aylandırıp aldığına qarab o'tdim. Biz Mahmudcan efendim, Nurnisa hanım, Erkin efendim, hemmimiz senin nakşandan tesirlenip aldığımızı san qilib o'tdik. Demek 4 malımın hemmisi sen üçün bilet taşıldı degan gapda. Rahmat. Eğer muşu sahneden burun, müşay kelişten burun, sen muşu malımlarının içinde qaysı malımını ustaz tutup ben bir musabaqa qatnaşkan bolsam degan arzuyun bolsa, şu kişini tanlasan tamamen bulduğun buldu hazırçı. Biz bek ta'sirlandik. Undan başqa naqshlarni yaxshi aytganmisan? Bölük naqshlarni yaxshi ayta olmayman. Sizninki naqshlarni ayta olmayman. Mahmud Sulayman akamning naqshisini ayta olmayman. Ayta olamsa, hozir bunda qilaylik qara. Bizga qisqa qilib shu bir kubletdan aytib bera olamsa? Aytib bera olmayman. Ma'qul, boshlig'ini. Jim o'tirib anglaymiz ya. Can dadam erdek, dadam tağdek, dadam Koyniken cennet gibi bağdek, dadam Sen gidip alem bölekçe yatmana Sözleri kaymak navat yağdek, dadam Bo'ldi. Endi
Yana bir ustozning naqshini aytib boqar. Mahmud Süleyman akanın Ma'qul. Kezdim tağı derya, tümen eğri yollar, müşkil hatter şirin sılap, koyaş aydın dava, boylap tuman ara, elge izlep şifa, men yaşsakken 500 yıl yanar. Rahmat balam, rahmat. Helal. Ha. Erkin kanı kelime aytalamsa? Ayta alayım. Qani? Oy. Helal. Nakiri bala çiçim kapara, kılan işimni apamdan sonra, çişlerim çeşip pokaldım kömek, yumuşakla nemu çaylayman makmak. Nakiri bala çiçim kapara, kılan işimni apamdan sonra, çişlerim çeşip pokaldım kömek, yumuşakla nemu çaylayman makmak. Mening naqshamni aytmasanizmi? Men shunchalik qo'l qo'ydim sizga, shunchalik hayajonlandim. Hamda Zan barışında. to'rt mualliming oldingda turibdi, o'g'lim o'zing tanlab olding. Huquq sizga o'tib ketdi. Gitti oğlum. Bugun o'zingni baxtli his qilyapsan. Özümü en baxtli deb his qilaman da bugun. Ha. Biz talışımız, hazır biz talışımız. Men mi talışıyotaman? Mahmud Süleyman efendim mi talışıyotadı? Abdullah Abdurrahim mi? Men asan bo'latdi deb talışıyotadı. Erkin Abdullah efendim mi? Men asan bo'latdi deb talışıyotadı. Oğlum, ben bayatınki qeyr bala naqshini şu Muhtar Buğra akımızın teksti, hemen müzikasini işleyen, ben ballar için işleyen naqsha. Ondan başka ben 10 yılın aldıda şu diyarımızda naqshkechilik o'tkazgan vaqtimda mening naqshkechiligimga qatnashgan nurg'un ballar borligini uqqandan keyin Ürümçide olsun, Korulda yak Xotan Qashqa hamma yerda shundoq. Men intayin hayajonlanib, shu 2004 yil qish. Shundan keyin men bir necha parcha kichik ballar mening naqshlarimni yoqtirgandan keyin men ballar uchun bir ish qilay deb barzligidek bir ikki tal shu ballar naqsi qilib kelyapman. Hamda shu kichik ballar oq ko'ngil odam to'nib qolmish-ku. Şuna burundan mamamı küçük balığa naite amrak, memmi küçük balığa naite amrak. Bizmi ölçemez. Bizmi ölçemez. Ondan başka ben 2008 yılı şu Qashqa vilayetinde Uyghur, Özbek, Tacik, Kırgız balılarını terkip yapkan 50 nefer balını terbiyelep Beijing'de biz 4 meyda oyan koyduk. Biz bir xor ömek kılıp. Bunu diyarımızda ma'lum sebepler tüpelden koyamadık. Lekin biz aynı vaqtda men bu bir yil Qashqaga berib kelib, şu 50 necha nafar kichik do'stlarga shu naqshlarni qaytadan o'rgatib, ratlab bu asosiy shu xalqimiz orasida unutilib kelayotgan ballar melodiyalari, masalan, Nino qatorliq bir necha naqshlar, xalq naqshlarini shundoq xor qilib 50 bala har xil akkordlarga bo'lib xor qilib Beijing'de bir neçe meydan uyan koyduk. Kelgüsüde hem devamlılık planımızı devamlaştırmakçı. Şuna benim kolamda nurgun şu sizinki işinizge bas keldiğin ballar naqshları köp. Hem nurgun tecrübe sabaklarını yakınlık aldık uzun yılını yaptı. Şuna benim etirtim hikayesiniz del düşsüz. Şuna men Erkin Abdullah'ın atıkta kelişinizni ümit qilman. Hozir siz tanlashga aldırman yani ma'lumlaringiz gepi bormi? Men bir ayol naqshi bo'lish suhbatim bilan men bir ana. Men aşı anlamagan, mening anlamagan naqshlarimning hammasini men aşı allaytib
men anlatıp koyma sizge şu fırsatını berme. Hemmisinin naqsını anlap bopsiz. Lekin sizningki armanınız, arzuyunuz bakiyatı. Mening naqshamni anlap bakmapsiz. Bular hammasi sizni baliq qilg'isi ekan. Mening balam bak jiqcha 3 balam bor. Meniki 3 kezak balam bor. Ham bayatın Rıza Xon dedi, men ana men Allay nafsi usta unda bunda dedi. Men mana Allay nafsi qilam emas, mushu bola beqishqa. Men tak istolab ketdim-ku. Men yemakchi o'g'lim. Ben sizni ömürlük özümün istek. Onun üstüge bizimki bir yurtun kenbez. Ben yurtum qağılık qaç tazgından ötep barman. Naqtim bağanda ben yoklap mağa ben sizni bundan keyin. Ben bu neçeydi bir qitim yurtum qağılıqı berip kelip turman. Şuna mening sizni ömürlük özümün istek bir ufq qilvag'im bor. Andın şu münasebet bilan şu müzik jihatda yetaklayman. Texnik ko'p kuch chiqarib yetakligim bor. Bo'ldi. Biz bek talashib ketdik. Endi siz eng oxir qaroringizni chiqaring. Hammanglarning mushunchalik qo'llig'inglarga ko'pdan ko'p cheksiz rahmat aytaman. Unda bo'lsa eng oxirgi tanlashimiz Hammanglarning meni mushunchalik qo'llig'ingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Men Abdulla akamni tanladim. Kalem peyva, kalem. Rabadaki yoklap turgan qizim bor. Gele oğlum. Rahmetli Süleyman dedem. Mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun. Kilan. Qalbni ko'ralisa, mehr muhabbet rishtisi ulanmay qolmaydi. Abdullah Abdurrahim efendi bilan safardosh bo'lgan Farhodjonning nijot yulduzlari